Haydovchi tungi paytda o'z mashinasida o'tiradi va to'satdan tashqaridan oynadan notanish ayol ichkariga qarashni boshlaydi. Ayol kishining maqsadi yaxshi emasligi uni ko'rinishi va xatti-harakatlaridan bilinib turibdi. Haydovchi hayotidan xavfsiragani uchun mashina eshiklarini qulflab olgan va videoga olishni boshlaydi. Ayol kishi eshikni ochmoqchi bo'ladi va oynani urishni boshlaydi. Mazkur holatda xavfsizligingizni ta'minlash uchun mashinaning eshigini ocha ko'rmang va mashina oynalarini 1 santimetrga bo'lsa ham pastga tushirmang. Boshqa odamlarning e'tiborini jalb qilish uchun mashinangizda avariykasini yoqib qo'ying. Agarda signalizatsiya o'rnatilgan bo'lsa, panika rejimini yoqsangiz signalizatsiya ishlab ketadi. Agarda signalizatsiya o'rnatilmagan bo'lsa, mashinangizning signalini to'xtovsiz chalishingiz mumkin. Mashinangizga yaqinlashgan shubhali odam bilan hech qachon muloqotni boshlamang. Agarda shubhali odam mashinangizni ochmoqchi bo'lsa, telefonning kamerasini yoqib, shubhali odamning xatti-harakatini videoga olishni unutmang. Mazkur hodisani oldini olish maqsadida hech qachon tungi paytda mashinada yolg'iz qolmang. Agar majbur bo'ladigan bo'lsangiz, telefon quvvatini doimo 100% bo'lishiga harakat qiling. Agar mashinangizga signalizatsiya o'rnatmagan bo'lsangiz, signalizatsiyani eng oxirgi modelini o'rnatishingizni maslahat beraman. Xavfsizlik jihatdan mashinaga o'tirgan paytingizda mashinaning eshiklari bir necha soniyadan keyin avtomat tarzda o'zi qulflanib qolishi kerak. Ko'pgina haydovchilar mashinaga o'tirgandan keyin mashinaning eshigini qulflashmaydi va mashinani haydab ketib, katta xatoga yo'l qo'yishadi. Hamma choralarni qilib ko'rganingizda ham shubhali odam o'zini xatti-harakatini to'xtatmasa, o'sha joydan mashinangizda haydab ketishingiz maqsadga muvofiqdir. O'zingizni ehtiyot qiling. Biz bilan siz yanada xavfsiz bo'lasiz.